Bularga bilaydim, aytib-ku. Nima deyman? 18 yoshga to'lish imkoni berilganda nima qilardingiz? Ammo Ko'p so'ramang endi bu yoshliklar. havas qilamiz ukajon. Qaytib o'qiylik-da. Hozir sharoit zo'r bo'ldi. O'qigan zamon bo'ldi. Ana bachalar o'qiyapti chet davlatlarga. Biz ham borib o'qiydik. Shu ota-onam bo'lgan paytga ota-onamni qadriga yetib, hurmat izzatini joyiga qo'yib qadrlagan bo'laydim. Hayotni boshqadan shunday boshlab meni davom ettirardim-da, shunday yashardim. Xudo hozirgiday. Endi havas qilamiz yana qaytishga orqaga, lekin iloji yo'q. Ishlardim, o'qirdim. Biznesmi, blogermi? Yoshlarimiz yaxshi o'qisin, tarbiyali bo'lsin, yaxshi hunar olsin. Ota-onasiga mehribon bo'lsin. Pulga sotib olish imkoni berilganda nima sotib olgan bo'lardingiz? Eshak yoqibsan davrimizga. Bilmasam endi, nima qilaman. Yashabat kelsin. Yoshlarga tavsiya qilamizki, o'qisin. Faqat o'qish kerak. Qani endi bo'lsa ensasiga kirsak, o'qituvchilarning gapini qilsak, o'qisak,